Dunyodagi eng pozitiv shaharlardan biri bu Shanxayligini bilarmidingiz? Shanxayga borishimning eng katta sababi bu uning top universitetlarini ko'rib chiqish. Bu yerda naq 3 ta dunyoning top universitetlari joylashgan. Xuddi shunday universitetlardan biri bu Duke Kunshan universiteti. Ushbu universitetga bizning studentimiz 85% grant bilan o'qishga kirganlar. Eng qizig'i shundaki, ular bir vaqtning o'zida ham Amerikani diplomini va ham Xitoyni diplomini qo'lga kiritadilar. Duke Kunshan universitetidan tashqari u yerda NYU Shanghai, Fudan University, Jiatong University shunga o'xshagan juda ham ko'p top universitetlar bor ekan. Menga esa Shanxaydagi odamlarning megapolisda yashashidan qat'iy nazar ularning pozitivligi va dunyoqarashlari juda ham yoqdi. Siz ham bir vaqtning o'zida ikki xil diplomni, ikki xil katta davlatning diplomini olishni xohlagan bo'larmidingiz? Keyingi videolarimda esa Duke Kunshanni va NYU Shanxayni ichkaridan to'liq ko'rsataman. Foydali kontent uchun podpiska tashlab qo'yishni esdan chiqarmang.